Minecraftdagi o'z sehrgarning ko'zi qonga to'lsa nima bo'ladi? Nima bo'lishini bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda bilmasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Da, ko'rib turganinglardek bu o'yinchimiz suvda edi. Uning do'sti ham u bilan birga edi. O'yinchilarimiz quruqlikka chiqqanda to'nqayib yotgan qo'yni ko'rib qolishdi va ikkinchisini ham ko'rib qolishdi. Ular qo'y bilan birgalikda o'z ehtiyojini qondirib bo'lgach yo'lda davom etishdi. Birozdan so'ng o'yinchimizning sherigi qo'ylarni o'ldirgani va ulardan oddiy qo'y kabi narsalar tushganligi haqida aytdi. Birozdan keyin o'yinchilarimiz bir kichik shahrini o'zlari uchun uy qilib olishdi. O'yinchimizning sherigi birozdan so'ng tashqariga chiqdi va qara bu maxluq deb katta yozdi. O'yinchimiz do'stining oldiga borganda do'sti unga suv ustida maxluq yurganligi haqida aytdi. O'yinchimiz do'stiga ishonmadi va bu shunchaki oddiy suv, bu yerda hech qanday maxluq yo'q deb do'stiga suvga tushib suzib ko'rsatdi va eng katta xatosini qildi. Sen meni unutding. O'yinchimiz do'stining ustidan kulgandek qilib, men uni ko'rmayapman, u qayerda deb chatda yozdi. Oradan ancha vaqt o'tdi va kech tusha boshladi. O'yinchimizning do'sti sen chiqayotib eshikni ochiq qoldiribsan deb aytdi. Lekin o'yinchimiz bunday qilmagan edi. Va ular uylariga qaytganda mana bu narsani ko'rib qolishdi. Yana o'sha har doimgi savol, sizning dunyongizda bunday narsa paydo bo'lganda nima qilgan bo'lardingiz? Kommentariya sizlar uchun ochiq. Do'stlar, mana bu Telegram kanalimizga o'tib obuna qo'yinglar, chunki bu yerda bir-biridan qiziqarli yangi spoilerlarni va YouTube kanalimiz haqidagi yangiliklarni kuzatishingiz mumkin. Eng muhimi sizlar u yerda mana shunaqa creepypasta videolarni original holatda, tahlil video uchun tayyor holatda topishingiz mumkin. Kanal linkini olish uchun kommentariyada creepypasta so'zini yozib qoldiring va men sizga kanal linkini tashlab beraman. Hammalarni kanalda kutib qolaman. Videoga qaytamiz. Ularning kallasi ishlab pastdagi narsa qon emas, aslida redstone ekanligini bilib qolishdi, lekin boltachi, bolta havoda muallaq turgandi. Ular redstone'ni buzishdi, ammo tovuq va boltani hech qanaqasiga sindirishni ham qo'lga olishni ham iloji bo'lmadi. Tovuqqa janoza tutib bu yerda o'tnay foyda yo'qligini bilgan o'yinchilarimiz tashqariga chiqdi va tashqarida yana bir noodatiy holat paydo bo'ldi. Qo'y mayli, tovuq mayli, endi bochkaga nima bor bu yerda? Bochkaning ichida suvsizlikdan qurib o'layotgan o't va bir dona urug' bor edi. O'yinchilarimiz qo'ldan hech narsa kelmasligini anglab uylariga qaytganda ana u tovuq bilan bolta yo'qolib qolgan edi. Kimdir bularning ustidan rosa kulyapti. Ularga har xil vahshiyona surprizlar kamlik qildi shekilli, endi konga ham tushib o'z ishlarini qilishayotgan edi. Bir kami endi kuchuk qoladi. Ular bu ishni tovuq bilan qilishdi, qo'y bilan qilishdi. Endi kuchukka navbat keldimi? Stop, men qiyshaytirib ketishni gapiryapman. Sizlar noto'g'ri tushunmaylar tag'in. Qiyshaytirib ketishgan yetmaganda bu yerdagi divanni ham olib ketishdi. Yo, bunisini aytsam ko'zingizlarga yosh keladi. Endi bunisiga ham ko'namiz, endi nima deysizlar, ahvoli qaranglar, yotish qaranglar. O'yinchimiz kechasi meni ham qiyshaytirib ketishmasin deb turib, g'or tomonni yopib qo'yaman deb turib, endi keldi va ortiga qarashi bilan hikoyaning davomi Telegram kanalda.